Assalomu alaykum barchaga. Singlimiz Sabrinaxon uchun bermoqchi bo'lgan xonadonimizni muhtoj oilaga bermoqchimiz. Xullas, qaytib kelganlaridan so'ng menga pasport kopiyalarini Telegram tarmog'i orqali yubordilar. Lekin o'sha paytda 10-sana edi, 10, 11, 12 kunlarida bizda aksiya e'lon qilgan edik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, 3 kun juda ham band bo'ldim va o'sha 3 kun ichida o'sha birinchi kun ular pasport yuborgan ekanlar. Keyin men bir kundan keyin o'qidim. Aybim shu, bir kundan keyin o'qidim va bir kundan keyin o'qiganimdan keyin ularning telefon raqamlari yo'qligi uchun iltimos qildim, O'zbekistondagi telefon raqamingizni bering, chunki sotuv bo'limi xodimlari aloqaga chiqadi degan maqsadda. Shu savolni berganimdan keyin menga javoban advokatimning nomeri, nima savolingiz bo'lsa advokatim orqali chiqing aloqaga degan bir xabar keldi. Shundan ozgina hayratlandim. Nega advokat? Deb birinchi hayron qoldim, tushunmadim. O'zi aslida mana bunaqada, Alloh ko'nglingizga solmasa, birovga 1000 so'm bera olmaysizda. Alloh ko'nglingizga solsa, eng oxirgi narsangizni ham berishingiz mumkin. Endi nasib qilmagan ekan shu singlimizga shu uy. Men o'shanda hayron qoldim va o'sha kuni ertalab video ko'rib qoldim va o'sha intervyu bergan ekanlar. Va o'sha intervyuda qanaqadir bir notanish ayol go'yoki men PR qilganligimni iddao qilibdi va bulardagi qanaqadir bir neblagodarnost deysizmi, xuddiki shunaqa muomala qilishyaptiki, xuddiki men ularga долженman-da o'sha uyni berishga. Vaholanki men qarzim yo'q ulardan. Men shunchaki yordam tariqasida bermoqchi bo'ldim va keyin ko'p bir ikkita narsalar eshitdim. Endi unga chuqurlashmoqchi emasman, lekin xalq tomonidan yig'ib berilgan pullarni o'zboshimchalik bilan boshqa tomonga sarflanganligini eshitganimdan keyin men keyin o'sha video intervyusini ko'rganimdan keyin ham bulardagi bir zlos ichidagi mana bu qanaqadir noto'g'ri menga nisbatan muomalasini ko'rib, keyin xonadonni bermaslikka qaror qildim, chunki meni kategoriyam bo'yicha o'sha ehson qilishga arziydigan inson deb topmadim. Bundan yana bu videoni ko'rib xafa bo'lmanglar. Alloh nasib qilmabdi. O'sha agar balkim siz ozgina sabrliroq bo'lganingizda, so'raganimda raqamingizni berganingizda, endi siz o'zingizni shunaqa tutyapsizki, xuddiki siz Gollivud yulduzi-yu, biz sizga o'sha uy berganligimiz uchun bizning biznesimiz zo'r bo'lib ketadi-yu, qanaqadir xuddiki biz reklama uchun qilgan. Aslida men siz haqingizda gapirishni ham niyat qilmaganman va albatta agarda men sizga PR qilish xohlaganimda albatta tantanali ravishda sizga uyni topshirgan bo'lardim. Biz umuman bu haqda sir saqladik, bu haqda gapirmadik, shunchaki yordam uchun. Lekin sizni qilayotgan muomalangiz